Yurib keyin ham. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatidan keldim. Bu Pardayevlar klinikasiga kelganimda juda bir ahvolim og'ir edi. O'ng oyog'imda kuchli og'riq bilan keldim. Shu Maqsudbek akamiz orqali mana operatsiyadan chiqib, kechadan ilgari kuni oldin keldim. Hozir yaxshi holatim. Kecha operatsiya qildim. Mana bugun Allohga shukr mana yurayapman. Hammasi joyida. Sizlarga ham shu klinikaga tashrif buyurishinglarni so'rayman. Bu kasallik bilan qiynalib yurganlarni hammasiga tavsiyam shu klinikaga kelib oldirib ketishinglarni so'rayman. O'zingizlarni pulinglarni, vaqtinglarni ketkazmanglar bu yoqqa borib. Mana men 10 yildan beri qiynalib yurardim shu reja bilan. Rahmat hammasiga, shu yerdagi xodimlarga ham barchasiga katta minnatdorchilik bildiraman. Yuringchi. Qaysi oyoqda ko'proq? Og'riq pastga qarab ketadi. Pastga qarab shu nimaga to'piqqa boradi. Uyushishchi. Uyushish bor. Uyush bor, ha? Bor, tizadi. Yurib keyin ham. Necha kun bo'ldi bunday yurganingizga? Bu 3 kundan beri strashniy bo'lib qoldi bundan oldin. Avval kam og'riq bo'lganda, ha? Oldin kam bo'lgan shu krossda bo'lgan birinchi. Keyin sekin tushdi topasiga. yanvarda beldaydi ko'proq sizda. Ha, unda belda qancha-qanchalik bo'lishi og'riq qoladigan olib turardim. Ikkita edi, bittasi yorilib ketdi, shuning uchun o'ng oyoq qisib qolgan. O'zgardi, ishlaganda yorilib ketdi. Bo'ldi, xudo xolasa qutulasiz. Assalomu alaykum. Bugungi navbatdagi operatsiyamiz bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan bemorning L3, L4 sohasidan mana sekvestrlanib ketgan, ya'ni dischura chiqib ketgan, yorilib, bemorning o'ng oyog'ida kuchli og'riq, uyushish, yurish qiyin, bemor yurolmaydi, majburiy holatda. Bugun bemorga biportal usul bo'yicha mana shu sekvestrlanib ketgan, ya'ni oqib chiqib ketgan dischurani endoskop yordamida olib tashlaymiz. Bizni kuzatib boring, operatsiyani real jarayonda ko'rsatib boramiz. Bemorga biportal usul bo'yicha dischurani olib tashlash operatsiyasi o'tkazyapmiz. 1 yil oldin akasidan olgandik dischurani, bu yil mana ukasidan, ya'ni bu kishilar Hasan Husan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, dischura yorib chiqib ketgan. Kanalga oqib tushib qolgan, bemor umuman qiynalib yuradi, majburiy holatda yura olmaydi. Hozir buni olib tashladik. Endi disk ichini ham tozalaymiz. Mana bu disk ichini ham. Xo'sh. Mana operatsiyamizni ham yakunlab oldik. L3, L4 sohasidan dischurani, ya'ni yorilib chiqib ketgan dischurani olib tashladik. Xudo xolasa bemorimizni ertaga kontrol MR tekshiruvdan o'tkazamiz va turg'izib yurgizib Qirg'izistonga javob beramiz. Hammaga sog' salomat bo'lsin. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Assalomu alaykum. Mana kecha Qirg'izistonlik bemorimizda operatsiya o'tkazgandik, ya'ni biportal endoskopiya orqali dischurasini olib tashladik. Bemorimiz juda qiynalib kelgandi. 1 yil oldin akalarini ham dischurasini olib tashlagandim. Ya'ni Rossiyadan kelib dischurasini oldirib, yana Rossiyaga uchib ketgan. 4 oy, 5 oy oldin yuborgan MRT'sini, og'riqlar ozgina belida edi, keyin oyog'iga tushib boshladi. Kecha juda qisib qolgan edi. Juda og'ir holda keldi. Qiynalib keldi. Yani bugun bemorimizni turg'izib yurgizib, qanday og'riqlar qanday? Yo'q, og'riq yo'q, Allohga shukr, yaxshi. Zo'r mana yurayapman. Mana shu Pardayevlar klinikasiga hammalarni kelishinglarni tavsiya qilaman. Bu og'riq bilan yurganlarga tavsiyam shu. Necha soat yurib keldingiz Qirg'izistondan? 15 soat. 15 soatda keldingiz, ha? Mashinada keldingiz? Mashinada keldim, ha. Allohga shukr, yaxshi, zo'r. Vaqtlaringizni bemalol keltirmangizlarni so'rayman hammanglarni. Mana shu Pardayevlar klinikasiga kelib, mana shu darddan xolis bo'lishinglarni so'rayman hammanglarni. Rahmat hammanglarga. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat.